Siz hech qachon meni tushunmaysiz. Nega har doim men aybdor bo'laman? Sen aybdorsan chunki har doim bor yo'qoli. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ayollaringizni asrab avaylang. Siz ularni omonat qilib olgansizlar degan ekanlar. Payg'ambarimiz alayhissalom agar biror bir bandani boshqa bir bandaga sajda qilishga buyurganimda shubhasiz xotinni eriga sajda qilishga buyurgan bo'lardim degan ekan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ayollaringizni taomlantiring, ularni kiyintiring, ularni asrab avaylang. Oysha onamiz roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Ey ayollar jamoasi, erlaringizni sizlarning ustingizdagi haqlarini bilganingizda edi, erining oyog'idagi changlarini yuzidagi yanoqlari bilan artib qo'ygan bo'lardi degan ekanlar. Ayollaringizga yaxshi munosabatda bo'ling, zero ular sizni qovurg'angizdan yaralgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar, kim haq bo'lib janjalni tark qilsa, ana shu odamga jannatda qasr barpo etiladi.